Assalomu alaykum azizlar, men ismim Xurshid Mo'minov. Patentni bazadan qanday qilib tekshirishni yo'lini ko'rsatgandan so'ng menga juda ko'p odam yozyapti. Iltimos, zapretni tekshirishni ham ko'rsating deb. Shuning uchun bugun video qilyapman. Birinchi navbatda Play Marketdan migrant programmasini ko'chiramiz. Men ko'chirib bo'ldim. Проверка запрета на въезд degan joyga yozamiz. Eslatib o'taman, migrant programmasini Lex Mobile firmasi tuzib chiqqan. Buning uchun alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana bu joyda poyezd qilayotganda familiya только faqatgina yulduzcha bor joylarda deb yozamiz. Отчество shart emas. Data рожденияni yozamiz. Гражданство bu O'zbekiston. Tip dokumenta заграничный паспорт, номер документа. Номер документа. Выдавшая страна O'zbekiston. Suratdagi raqamlarni yozamiz, проверочный. Отправить запрос. Имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Federaции, регион инициатор Оренбургская область. Bu degani zapret bor. Mana shu yo'l bilan sizlar ham tekshirsanglar bo'ladi. Albatta bu yerga faqatgina bazaga tushgan odamlarning zapreti chiqishi mumkin. Bazaga tushmagan odamlar ham bor. Ular Rossiyaga qaytib kelayotganda дополнительный обработка bo'ladi. Program zonada o'sha vaqtda ham zapret qo'yishi mumkin. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, klass bosing va Odnoklassnikidan дружба tashlang. Chunki barcha Rossiyada yurgan o'zbeklar uchun kerakli ma'lumot va barcha yangiliklarni vaqtida yetkazib turishga harakat qilaman. Hammalarga rahmat, xayr.